Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan ya'ni ro'yxatlar va jadvallar degan mavzumizda o'tamiz. Ya'ni HTMLda 3-darsimiz. Bu o'zim admin panelim. Bunga e'tibor qilmangizlar. Demak, ro'yxatlar va jadvallar qanaqa bo'ladi? Ma'lumot, ya'ni HTMLda ro'yxatlar va jadvallar bor. Tushunyapsiz-a? Ro'yxatlar va jadvallar. Ro'yxat deganda masalan xuddi odamimiz bozorga borganda biror bir mahsulotlar xarid qilishi yoki shunga o'xshash ko'proq xususiyatlarni olib yoki ko'pgina mahsulotlar olib kelishi esida qolmasligi mumkin yoki shunga o'xshash yodida chiqib ketishi mumkin. Shuni masalan onamiz yoki kechga yoki ertaga ro'yxat qiladi. Masalan ertaga xuddi ertaga bir to'y boshlamoqchi bo'lsa ro'yxat qiladi-ku, shuni olish kerak, shuni olish kerak, buni olish kerak, buni olish kerak deganga o'xshab bizda ham bizning HTMLimizda ham ro'yxatlar va jadvallar bor ekan. Ro'yxatlar nima ekan? Ro'yxat bu bizda ketma-ketlikda yoki noketma-ketlikda. Masalan, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 va hokazo. To'g'ri ketma-ketlikda ketadi yoki tartibsiz. Olma uzun anor yoki shunga o'xshash tartibsiz ketadi. Demak, bu video darsni YouTube'da tomosha qilasiz. YouTube'da bor. Demak, tartibsiz ro'yxatlardan boshlaymiz. Ro'yxat, ya'ni list nima o'zi? Listlar veb-saytimizning qaysi qismlarida ko'proq ishlatiladi? Masalan, mana shu listlar ham, mana shu joydagi listlar ham, masalan, list qilsam bo'ladi. Yoki bu ikkita joyni ham. Endi yaqqol misol ko'rsatib beraman. Kun.uzda. Masalan, kun.uz. Kun.uz saytimizda mana shu O'zbekiston, jahon, iqtisodiyot, jamiyat, sport, texnologiya, audio va shu qatori hammasi bu bizga yoki mana shu joydagi yoki shu joydagi barcha elementlarni yaxshi turuvchi, mana ta'lim, moliya, avto, sog'lom hayot, ko'chmas mulk, ayollar dunyosi, turizm, biznes deb chiroyli qilib taxlab bir tekst qo'yib qo'yibdi-ku. Shular bizga list bo'la olar ekan. Veb-saytimizda shunaqa qismlarda yoki eng pastki qismda ishlatsak bo'lar ekan, mana shunaqa joylarda va ko'pgina veb-saytimizlarda bor. Demak, biz bugun endi buni veb-saytimizda o'zimiz qilib chiqamiz. Demak, bizning darslar onlayn shortcutga kirib olamiz. Visual Studio orqali, terminal orqali kirdim. Bu yerga kode pointimiz kode nuqta desak, mana bizda Visual Studio ochiladi. Buni chiqib ketaman, farqi yo'q. Demak, kechagi darsdan qolgan tafsilotlar bular bizga kerak emas. Demak, HTML papkamizdamiz. Demak, index.3 deymiz, index3.html deymiz. Masalan, darslar ketma-ketligi strukturani yozamiz. Shift 1 yozganimizdan keyin dokumentimizga listlar va lists and tables. Masalan, listlar va jadvallar. Demak, nima deymiz? Endi body qismimizga yozadigan tartibimizdan quyidagilarni yozamiz. Okey. Xo'p, demak, endi mana shu joyga o'zimizning halofdan qo'yamiz. Mana halofda yozilgan tayyor ul underlet list nuqtalar bilan ro'yxat yaratiladi. Masalan, bizda ul li olma, banan, apelsin deb yozilibdi. Buni biz ko'chirib olamiz hozir hammasini. Masalan, tartibsiz list deb yozib ketaman. Ctrl/ tartibsiz listlar. Tartibsiz listlar. Bu ul bilan ochiladi. Ul bilan ochilib, mana asosiy o'zak qismi ul, kim ichida listlar bo'ladi. Xohlagancha, masalan, olma deydigan boyagidek yoki anor, mandarin yoki apelsin. Shu qatori masalan oddiygina olma, anor, mandarin, apelsin deb ochdik. Mana shu joydan ochsam bo'ladi. Men o'ng tugmani bosib open with slicer ni ochsam bo'ladi.
Mana olma, anor, mandarin, apelsin deb turibdi. Ko'ryapsizlar, bu tartibsiz list. Ya'ni tartib yo'q. Tartibsiz list mana. H1 yozib beraman. Tartibsiz list mana. Bular tartibsiz listlar bo'ladi. Undan keyin here qilsam chiziq tortib beradi. Tushunyapsiz-a? Here qilsam chiziq tortib beradi, chiziq. Okey. Demak, endi tartibli listlarni ko'rib o'tamiz. Tartibli listlar, tartibli listlar. Demak, bu tartibli listlar qanaqa bo'lar ekan? Buni bitta h1 ga olaylik. Keyin h1 ga olgandan keyin nima aytayapti bu? H1 tartibli list h1. Buning ichida all bo'ladi. All bilan boshlanadi. O'zak qismi all bilan boshlanadi, keyin ichida listlar bo'ladi. Masalan, birinchi menga kerak nima? Masalan, kartoshka. Ikkinchi kerak bo'ladigan narsam bu menga masalan piyoz bo'lsin. Piyoz. Keyingisi sabzi bo'lsin. Masalan, oddiygina qolmasa. Tushuntayapman. Kola bo'lsin. Kola 1.5 litr. Masalan, bozorga tushdik, shunaqa narsalarni olyapman. Mana tartibli lista. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. Va hokazo ketadi. Tushunyapsiz-a? Mana shu qator ko'rsak bo'lar ekan. Tartiblangan all listlarimiz, ordered list. Batafsil o'qib chiqasiz dokumentatsiyada. Endi bizga type degan xususiyatimiz bor ekan. Type degan xususiyatimiz nima? Masalan, men UL ga type beraman ekan. Type. All ga berishim kerak. Type degan xususiyatimni mana all ga beryapman. Bu type nima qilib beradi? 1 kirsak 1 dan 1 2 3 4 all qilib beradi. Agar katta i qilsak, rim raqamida sanoq sistemida yoki alfa, beta farqi yo'q. Mana halofda ham ko'rsatilgan. Type ni 1 desak oddiy raqamlar bilan ko'rsatib beradi. Type A desak kichik harflar bilan A. Type katta A desak katta harflar bilan, masalan katta I desak bu yerda rim raqamlarni chiqarib beradi. Masalan A deymiz. Mana shu joyda ochaman, tez bo'laylik. Mana A B C D E F G I J ketadi bu yerda. I desak mana I rim raqamida ketyapti. Agar A desak, mana kichkina a yoki katta A desak, katta A. Ko'rdik-a? Bu bizda tartibli listlar ekan. Xo'p. Tushunib oldik. Endi jadvallarimiz nima ekan? Jadvallarimiz ma'lumotlarni qator va ustunlarga ko'rsatish uchun ishlatiladi. Keyin ham bitta narsa o'tib ketaylik. Tasvifli list, tasvifli DL, ya'ni description lista atama va tasvifli bo'ladi. DL deb ochamiz, ichida DT, DD deb yozamiz. DT, DD, DT, DD farqi yo'q. Kapirat ko'rsataman bunga. Bunga bitta xira beraylik, pastga uzun tortsin. Sabzi bo'lib qolibdi. Okey. Kapirat bosamiz. Bu uning tasvifi, mana Hypertext Markup Language, HTML bu sarlavhasi. Atama va tasvifi bo'lyapti. Ko'ryapsizlar, CSS, Cascading Style Sheets, JavaScript veb-saytlarni interaktiv qo'shish deyapti. Tushunib oldik. Degan umiddaman. Okey. Endi keyingisi jadvallar. Jadvallar, tabellar nima? Veb-saytimizda turli xil jadvallarni chiroyli tartibga keltirishimiz uchun va chiroyli jadvallar yaratishimiz uchun bizga birinchi o'rinda table degan elementimiz kerak bo'ladi. Table degan elementimiz. Table degan elementimiz ikkita usulni ko'rsataman yaratishni. Birinchisi zamonaviy birdaniga qilib ketadigan usul. Masalan, bu tr bo'lishi mumkin. Tr deb bosaman, enter bosib, ichiga th shunaqa o'zining elementlari bo'ladi-da, shunaqa teglar bo'ladi, yozib ketaveramiz. Mana shunday yozib ketaversam bo'ladi. Ikkita narsa bo'ladi bu yerda. Hozir bizda Ctrl S, Ctrl V. Bular Ctrl D. Endi bo'lsin. Mana.
men sizlarga hali ko'p extension yuklab ko'rsatganman. Ko'p extension yuklab ko'rsatsam, boyagi mana shu TD'ning boshqasini bitta bossam ham bu yoqni o'zgarib ketadigan qilish yo'llari bor. Hali extensionlar mavzusiga kelmadik. Mana table, tr, thlar mana ism, familiya, yosh, shahar va hokazo. Ko'ryapsiz? Bu masalan mana ism, shularni ko'chirib olamiz. tr ga qo'yamiz. F1 bilan F1 da bossak beautiful life chiqarib olamiz. Chiroyli qilib beradi. Bularda men kommentar olib turay. Tartibli list bizga muammo tug'dirdi. Mana ism, yosh, shahar chiqyapti bunda. Bu bizga birinchi bosh sarlavha qismimiz. Ya'ni tr bular qatorlar. Bular esa qator boshlar. Mana ism, yosh, shahar va hokazo. Yana bitta tr qo'shamiz, yana bitta tr ning ichiga th qo'shamiz. Bu th ning ismida nima yozamiz? Masalan, men Jasurjon. Yosh. Masalan, th masalan 20 yosh. Shahar nima deymiz? Shahar, okey. O'zim boshqa joydaman, lekin Jizzax deyman. Ko'ryapsiz? Ism Jasurjon, yosh 20, shahar Jizzax. Bu javob beruvchi qism bo'ladi. Ya'ni tibodi deyiladi. Bu tiyat, ya'ni bosh qism, bu javob beruvchi qism. Agar men yana dal shu ko'proq qilmoqchi bo'lsam, yana bitta tr ochaman, yana bitta tr ichiga yana bitta td ochaman. Th yo'q. Uzr, men th da qo'yibman. Bu aslida td bo'lishi kerak. Hammasi bu javob beruvchi qism bo'ladi. td, okey. Yana bitta tr ochaman. Tr ning ichida td bo'ladi. Mana shu td bilan javob beruvchi qism yaratamiz. Masalan, boyagi ismimizga nima? Yana bitta boshqa ism. Alijon deyman. Mana Alijon. Yoshi nechida? td deb ochaman. Xuddi 25 yashadi deyman. Shahari td deyman. Yana masalan Samarqand yoki Samarqand emas, Samarqand. Bu Jizzax deb qo'y. Okey, mana bizda hammasi bu jadval yaratdik. Endi jadvalimizga mana jadval tuzilishini ham bemalol ko'rsangiz bo'ladi. To'liq jadval bu, oddiy jadval. Bularni qanday qilib tuzamiz ekan? Masalan, buni to'rtburchak qilishimiz uchun bizga table attribut yozamiz. Bitta attribut, qanaqa attribut? Masalan, border. Hozirchalik bizga bu ko'ryapsizlar, qizil chiqarib qo'yibdi. Xo'p, border 1 deymiz. Ko'ryapsiz? Borderning o'zi 1 deb yozib qo'ysak, bizda chiroyli holatda mana jadval olindi. Hozirchalik. Tushunyapsiz? Endi bu hozir yaratgan jadvalim bu oddiy jadval, murakkab jadval emas. Ya'ni semantik belgilab berilmagan, oddiy o'zi tanib oladi HTML o'zi. Endi biz to'liq jadvalni yozishni ko'ramiz. Masalan, to'liq jadval mana table bo'ladi. Caption degan o'zining yuqori tasvirlovchi xuddi sarlavhachasi bo'ladi. Head degani bu bosh qism degani. Head qayerda ishlatdik? Head mana shu joyda ham ishlatadi. Bu head bo'ladi. Bizda endi th qo'shilganimizdan keyin table head bo'ladi. Ya'ni jadval boshi bo'ladi. Jadval boshi head, keyingisi bu javob beruvchi qism, boyagidek tibodi qism bo'ladi. Eng pastki qism, oxirgi qism foot, ya'ni foot, oyoq qismi, orqa pastki qism deyiladi. Bunda teri ishlatiladi, kollatsiya. Endi hammasini to'liq ko'chirib olaman va buni sizlarga ko'rsatib beraman. Demak, mana jadval yaratdim, table ro'yxatlari. Boyagi table'ga F1 bilan beautiful life chiroyli qilib beradi.
border qo'yaman, hozirchalik border 1 deyman. Mana bizda chiroyli turibdi, ko'ryapsiz-a? Talabalar ro'yxati, masalan, ID'si 1 2 jam talaba, mana bu chiziqlar qanday qilamiz endi? Hayotda ko'rdik buni. TR ishlatilyapti, ichida TH ishlatilyapti. Buni yodlash kerak emas. Buni yozib tez refleks bo'lib qolish kerak sizga. Caption mana bu tasvifi bo'ladi katta, chiroyli, sarlavhachasi. Tbodimiz esa mana shu javob beruvchi qism polni. Tbody degan narsa. Ko'rgan? Kollapsini ishlab turaylik, hozir bizga kerak emas. Mana jam talabalar ikkita yozib qo'ysak, mana 3-chi va 4-chisi bo'sh qolib ketyapti. Endi bizda jadvallarni ko'rdik. Table jadval konteyneri, endi qatorlar tr, th, tt. Endi jadvallarning atributlarini ko'ramiz ekan. Jadvallarning atributlari bu row span, col span. Row spanni ko'rsatib beraman. Masalan, row spanni th ga col span birinchi ko'rsatay. Mana jam talabalar ikkita deyapti-ku, men 2 ni olib tashlayman. Polni mana shu jam talabalarni men to'liq yoyaman. Mana shunga men col span beraman. Ya'ni x o'qi bo'yicha, ya'ni enlik x o'qi bo'yicha kollaps ishlatiladi. Col span, ya'ni col span ishlatiladi. Col span nima deymiz? Masalan, nechta qator bor? 1 2 3 4 ta. 4 deb belgilasak, 4 ta qatorni o'zining ichiga oladi. Agar 5 desak, 56 desak ham farq yo'q. Mana, muhim 3 deb qo'ymaslik kerak. 4. 4 ta mana qatorni o'z ichiga olib, bittani qilib berdi. Masalan, men endi mana shu joyga yo'q. Masalan, bitta ID bo'lsin. Bularni yig'ishtirib turlik. Bitta ID boyagidek th ga col span ishlatamiz. Col span demakki x o'qi bo'yicha, ya'ni eniga width bo'ldi, eniga bizga bo'sh joy yoki bo'shliqni chiroyli ochib berish uchun ishlatiladi. 4 ID bo'ldi. Endi qarangizlar, mana 1 bilan 2 bor-ku, menga kerak emas, yoki 2 kerak emas. 2 ni o'chirib tashlayman. 2 ni o'chirib tashladim. Mana bu yog'i chalkash bo'lib qoldi. Mana shu 1 ni endi men pastga, ya'ni y o'qi bo'yicha kattaroq joy yoki bo'shliqni to'ldirishim kerak. Men nima qilaman? Mana shu 1 ga endi men row span beraman. Row span. Ko'ryapsizlar? Col span emas, row span. Row span. Row span 2 deyman. Ikkitalik bo'sh joyni to'ldir. 3 desam yo'q. 2 deyman. Ko'rdingmi? Ikkitalik bo'sh joyni to'ldirib berar ekan. Bu col span, row spanni ishlatib ko'raverish kerak. Oson narsa o'zi. Okey, bularni ishlatib ko'rsalaringiz hammasi bo'ladi. Masalan, buni kopirovat qilib olamiz, hammasini buni ham ishlatib ko'ramiz. Mana ism familiya birda ko'ryapti-ku, beautiful life. Boyagiga border beramiz, chiroyli ko'rinib turish uchun. Table so'ng border 1, border 1. Mana bizda 1 ismlashida 1 ishlaydik. 1 2 3 4 ta. Har biri chiroyli tursin. Birinchisi mana ism familiya faqat bizda col span ishlatilyapti, ya'ni ikkitalik qatorni o'z ichiga bittalik bo'sh joy. Keyingisi row span, ya'ni ID ni frontend va backendga mana birlashtiryapti, ya'ni bu y o'qi. Uchinchisi bizga, ya'ni qaranglar, ism Ahmad, yosh 25. Scope, call, row, scope degani boya col span, row span o'z ichiga oluvchi, ya'ni sarlavha qamrovi bo'ladi. Tushundiga? Okey. Amaliy mashg'ulotlar bajarasizlar. Quyidagi ma'lumotlar jadval ko'rinishi yarating. Masalan, nomi, narxi, miqdori, ustunlari bilasizlar, oddiy. Tepada ham shablon bor. 3 ta mahsulot qatorini kiriting, oxirgi yoki jami qatorini col span ishlating. Darsdagi topshiriqlarni bajaring. Masalan, menyular
ro'yxatda restoran menyusi yarating. Asosiy taomlar ULda, ichimliklar ULda, shirinliklar ULda, har bir bo'limda kamida 4 ta element. Topshiriqga qadamlar ro'yxati biror ishni bajarish qadamlar ol bilan bo'lsa, men masalan birinchi hozir obedga boraman, undan keyin darsga kelaman, dars o'taman yoki shunga o'xshash shunaqa yoki darsga borishim kerak deb jadval ol bilan yaratamiz. Uchinchisi talabalar jadvali. Sinf jurnalini yarating. Ism, guruh, matematika, fizika, kimyo ustunlari va 5 ta qatorli bo'lsin. Buni tushundik. Tushunmasangizlar sun'iy intellektdan foydalansangiz ham bo'ladi. Sun'iy intellektga tashlab buni qanday qilish kerak tushunmayapman desangiz, mana senga shablon ko'rsatib beraman. Mana shunday qilsang shunaqa bo'ladi. Bularni uyiga olsa hammasini qo'shib, ko'rib, qo'shimcha resurslardan o'rganib kelishingiz mumkin. Hammaga sog'lik, omonlik tilayman.